Sizning qizil chiroq yonib turibdi, hafsiga ham taqmagansiz, og'zingizda zvachka. Sizdan inspektor xonim hujjat so'rayaptilar. Va qizildan o'tganmisan, xo'jayinim aytgan, bozorga bayram qilmoqchi shoshyapmiz. Hop shoshayotganmisiz? Bir nimani o'zgartiradi? Bir daqiqa kutib. Jamandir. Hafsiga ham taqmagansiz. Piyoda sal to'liq sal hasratchilik iltimosida. Odamlar o'tyapti piyodalar, ularga yo'ldirmadingiz. Qizil chiroq o'tyapsiz. Mazam bo'lmayapti. Men hozir Hop. shoshib ketmasam. Maziz bo'lmasa doktor chaqiramiz hozir, tez yordam chaqiramiz. Nimaga urib o'tirasiz maziz bo'lmasa? Qoida buzibdilar. Hop, siz chalg'atdingiz hozir, bilan aytasiz hozir. Hujjatlaringiz bormi yo'qmi? Nima hujjatingiz bor? Mana hujjat, mana. Erim aytgan, o'tgin, yurgin Bu degan. turmush o'rtog'ingiz bu hujjat emas sizga. Hujjat yo'q. ID kartangiz. Mana o'zingiz hujjat. Sizda hujjat qani? Bor, hujjatlaringiz bor. Siz ko'rsating hujjat. Siz taqdim qilasizmi? Jarimaga olib boramiz. Qonun hammaga bir. Sizga ham, bularga ham, bizga ham. Tushundingizmi? Evakuator chaqiramiz hozir. Qatnamiz o'z. Siz jamoat joyida mast holatdasiz hozir. Nima bo'ldi? Eshitdingmi? Bu ko'rsatuvimizda har doimgi shunaqa kulminatsionniy joyi bo'ladi. Shu shaxs sifatida aralashgan uchun bularni mashinadan jarimadan qo'yamiz. Keling, chiqib oling. Yo'q, bizda pragma o'tmaydi. Biz xizmat vaqtimizdamiz. Ha, hammamiz jonli bo'ladi. Shuning uchun qabul men singlim sizlar qizil chiroqda o'tyapsiz. Qarang, bu mumkin emas. Prag bo'lsa ham qoida buzishingiz kerak emas. Orqaga o'tira oling, ketdik. Mashina rulga o'tira olasiz. Siz boshqara oling, men yoniga o'tiraman. Qabul misli endi bizning ishimiz shu, vazifamiz shu. Bu qora jentra. Mustafa kechirsangiz bo'lardi. Bayram oldi sizlarga shu yerda. Bayram sovg'a bo'ladi bu, bayram sovg'asi. Rol o'ynab Qaranglar, rostdan ham qonun hammaga bir xil. Hozir sal qo'polroq vaziyat bo'lib qoldi. Endi o'zim o'ylab topgan narsa uchun endi hozir o'zim shtrafni to'lab beraman. Endi bu yog'i nima bo'larkan? Agar siz bular aktyorlar, aktrisalar o'zi ko'chaga chiqib, prank o'ynab, qoida buzursa, bular kim chora ko'radi? Keldinglarmi? Assalomu alaykum. Kelayotgan bayraminglar bilan yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Bular kim rostdan ketishadi? Boya ko'rdingiz-ku, haydovchining yonidagi inson uchun shaxs birinchidan. Ular mast holatda edilar, janjal qildilar ozgina. Shunga bizni aloqa ratsi orqali yordam chaqirdi, mana ko'rdingiz. Haydovchini yonidagi inson mast holatda to'polon qotuvdilar. Tushuntirdik.